Oshqozon bu bizning hayotiy voqealarni qanchalik hazm qila olishimiz belgisidir. Psixosomatikaga ko'ra, oshqozon kasalliklari ko'pincha biz qabul qila olmayotgan vaziyatlar, insonlar yoki yangiliklar tufayli kelib chiqadi. Agar sizda doimiy og'riq bo'lsa, oshqozon bilan o'zingizdan so'rang. Men hayotimda nimani yoki kimni hazm qila olmayapman? Qaysi vaziyatda o'zimni himoyasiz his qilyapman? Qo'rquv va menga bu yoqyaptimi degan ichki norozilik oshqozon kislotasini oshirib yuboradi. Davolanish nafaqat dori bilan, ya'ni zamonaviy davolanish usuli bilan, balki qalbdagi xotirjamlik bilan boshlashingiz lozim. Oshqozon salomatligi uchun kuchli affirmatsiya. Bu affirmatsiyani kuniga ko'p marta takrorlashga harakat qiling. Men hayotimni erkin nafas bilan qabul qilaman. Har bir yangi kunni, har bir voqeani xotirjamlik bilan hazm qilaman. Men o'z xavfsizligimga ishonaman. O'tmishdagi barcha xafagarchiliklarni qo'yib yuboryapman va yangiliklarni quvonch bilan qabul qilyapman. Mening oshqozonim sog'lom, ruhim esa tinch. Men o'zimni borligimcha sevaman. Sizga ushbu ma'lumot manzur kelgan bo'lsa, like va podpisatsiya qo'yishni unutmang va meni yopiq Telegram kanalimga a'zo bo'ling. U yerda bundan ham ko'proq ma'lumotlar berib boraman.